Assalomu alaykum, hurmatli dehqon fermer YouTube tomoshabinlari. Xudo xolsa mana bugun 15 kilovat nasosimizni 17 gektarlik ko'lga qo'yildi. Mana ko'rishlaringiz suvlarni juda chiroyli bo'lib chiqyapti. Qale. Vaqti dahshat. Bu joyda 7,5 kilovat bo'lgan, almashtirildi. Ozgina ozroq qilingan, bo'lib qo'yganligi uchun o'z egalari almashtirib beringlar deyishdi. Ana odamda bag'ri dili ochiladi. Mana ko'rishlaringiz, qaranglar. Juda chiroyli. Qale, baho berasizlar 1 dan 100 gacha. Ana ko'llarga qo'yilyapti. Oraliq masofasi 41 metr. Hadi mana ko'tarilgan bir pastdan olib ko'tarilganda bir 12-13 metrga to'g'ri keladi. O chuqurga zimdonga tashilgan nasosda ham. Mana hozir tepadan ko'rsataman. O balandlikda. Nasos o pastlikda. Ana. Mana shu joyda. Mana ko'rasizlar. Qale. Juda montajlari ham juda a'lo darajada bo'lgan. Mana вообще dahshat. Yugurib charchab ketdik. Elektroshitlarni ham ustozimiz Bahromimiz tergan. Juda chiroyli. Bittasi 37, bittasi 42. Bittasi 22 kilovat, bunisi 15 kilovat. Buni hozir qo'ydik, almashtirdik. 7,5 da bu joyda 15 kilovat qilib qo'yib berildi. Unisi вообще zo'r tashyapti. Uni ham videosini ko'rsatamiz. Xudo xolsa ko'rishlaringiz mumkin uni ham videosini. Kimgadir shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, opsiyada nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, xudo xolsa meni telefon qilsalaring, batafsil ma'lumotini berib o'tamiz do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Qarang, dahshat-a. Baliq ko'lga bu nimaga ko'tarib qo'yilgan desalang, o'zi baliq ko'lchilar juda yaxshi tushunadi. Bu joyda kislorod ishlab chiqarar ekan. Kislorod ishlab chiqarar ekan mana. Mana bu joyda. Tepadan tushgan sari gup bo'lib kislorod ishlar ekan. Mana